14 fevral kuni ICFT instituti va O'zbekligim o'zligim nodavlat notijorat tashkiloti hamkorligida millatimizning buyuk mutafakkirlari zamondoshlarimiz ardog'ida mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur merosi haqida so'z bordi. Hazrat Navoiyda shunday misralar bor. El netib topg'ay meni kim, men o'zimni topmasam. Bu misralar zamirida juda katta bir ma'no yotadiki, bugungi kunda mana bu tashkil qilingan tadbirimizning ham asosiy g'oyasi o'sha o'zimizni topish, o'zligimizni topish, g'oyaviy tahdidlar, axboriy xurujlar davrida yashayotgan yoshlarimizni ongini o'sha ota-bobolarimizdan meros qolgan qadriyatlar bilan, urf, odatlar bilan toza, fitratini toza saqlash har bir pedagog xodimni, tarbiyachini birinchi vazifasi hisoblanishi kerak. Tadbirda turli soha vakillari, mutaxassislar, doktorantlar va talabalar ishtirok etdi. Institut talabalari tomonidan sahna ko'rinishlari hamda buyuk mutafakkirlarimiz ijod namunalaridan ijro etildi. Bugungi tadbirimiz o'zbek xalqining, o'zbek millatining eng buyuk namoyandalaridan bo'lgan ikkita buyuk shoirimiz Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kunlarini nishonlashga qaratilgan va bu orqali ham yoshlarimizda mana shu milliy qadriyatlarimiz, o'zimizni milliy boyligimiz bo'lgan mana shu madaniyatimizga, adabiyotimizga e'tibor qaratish va yoshlarni shu ruhda tarbiyalash. Tadbir yakunida faol ishtirok etgan talabalar taqdirlandi. Tadbir faqat tarixiy xotira emas, balki kelajak avlodga ilhom bag'ishlaydigan manba bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.